Assalomu alaykum, mancha qonkalarim, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Qo'g'larim shu videoni. Yana achoq bo'laman, nima qilsa bo'ladi bu achoqqa. Voy qizli joylar hozir mashinamga o'tirdim. Tak. Mana uzilib tushuvdi ana kuni. Mana turardi-da u. Ana qara yoqish uchun, ana lokatsiyaga yoqish uchun, videoga olish uchun mashina turardi, uzilib tushuvdi. Kecha o'g'lim mashinamni olib chiqib ketib, ustiga ko'rsatuvdi qizlar, mana buni qaranglar. Asalim. Mashina chiroyli qilib qo'yibdi, mashina udobni sizga deb. Qaranglar, qanaqa e'tibor, qanaqa mehr. Bitta osvejитель ham qo'yib qo'yibdi. Osvejитель yo'q edi, osvejитель olaman deb yuruvdim. O'sha osvejитель ham qo'yib qo'yibdi. Meni hayotdagi eng katta yutug'im nimani bilasizlarmi? Meni farzandlarimni menga bo'lgan e'tiborida. Men hamma narsani ham ko'rsatib turmayman-da, e'tibor qilishganligini. Ayniqsa shu o'g'limni, katta qizim uncha xohlashmaydi, unaqa istoriyalarga qo'yishimni. Asosan kichkina qizim mumkin nimadirlarni qo'yaman. Atak bugun mashina qo'ygim keldi juda ham. Rosa duo qildim. Eng katta yutug'im meni bolalarim meni tushungani, meni hurmat qilgani, meni har doim o'ylab turgani, oya qilibchi. Yonimda ishoninglar, 3 ta qanot bor menda, bitta ham emas, ikkita ham emas, 3 ta qanotim bor. Terishga qilishadi. Har taraf nima qilsa, настроением yo'q bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, nimadir problemalari bo'lsa ham, uchtasi yonimda turadi, qanot bo'lib menga. Shularni daldasi bilan mana shu kungacha yetib keldim. Men juda ham xursandman. Rohim hammamizni farzandlarimizni bizga jannatlarda toj kiydiradigan farzandlar bo'lsin, e'tiborli bo'lsin. Ilohim hammani farzandi aqlli, xushli, e'tiborli va mehribon bo'lishsin. Hammaga farzandlarimdan mehribon bo'lishligini tilab qolaman. Mana shu farzandlarim bilan men yashab olmadim. Bular meni ishonchim, tayanchim, mehribonimda. Yaxshi ham shular bor ekan, yaxshi ham Alloh menga shularni bergan ekan. Men maza qilib yashab olman shular bilan, ishoninglar. Hammaga shunaqa farzandlar nasib qilsin, e'tiborli. Bu kichkinagina e'tibor o'zi, lekin bilasizlarmi, qanchalik menga katta kuch, katta mehr, katta e'tibor deb qabul qilaman o'zimga. Yaxshi o'tiringlar, sog' bo'linglar.